2026-yil 1-yanvardan boshlab yurtimizda moped va skuterlarni boshqarish uchun yangi A1 toifali haydovchilik guvohnomasi joriy etilmoqda. Jamoatchilik fikri inobatga olingan holda bunda talabgorlarga majburiy o'quv kursisiz to'g'ridan-to'g'ri imtihon topshirish huquqi beriladi. Ya'ni haydovchilik guvohnomasini olish uchun avtomaktablarni tugatganlik haqida alohida guvohnoma talab etilmaydi. Shuningdek, 2026-yil 1-fevraldan A va B toifalar uchun talabgorlarga 3-4 oy davomida o'quv markazlarida o'qish tartibi ham bekor qilinmoqda. Endilikda o'quv dasturining nazariy qismini mustaqil o'zlashtirish mumkin bo'ladi. Bu boradagi tegishli vazifalar esa Vazirlar Mahkamasining transport vositalarini boshqarishga ruxsat berish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorida belgilab berildi. Bugun poytaxtdan tortib olis qishloqlargacha odamlar moped va skuterlardan keng foydalanmoqda. Kam xarj texnika odamlar uzog'ini yaqin, og'irini yengil qilyapti. Bu ayniqsa yetkazib berish xizmati bilan shug'ullanayotganlarga qo'l kelyapti. Tanganing ikkinchi tomoni ham bor. Yetarli malaka va tajribaga ega bo'lmagan aholi, ayniqsa voyaga yetmaganlar tomonidan moped va skuterlarning serqatnov yo'llarga olib chiqilishi turli ko'ngilsiz voqealar, yo'l transport hodisalariga sabab bo'lmoqda. Bilasiz, yo'lga chiqqan har qanday inson u xoh avtomobil, xoh moped yoki skuter haydovchisi yoxud piyoda bo'lsin, harakat ishtirokchisiga aylanadi. Tabiiyki belgilangan qoidalarga rioya qilinishi shart. Qoida buzilgan joyda esa javobgarlik yuzaga keladi. Amaldagi tartib, ya'ni Vazirlar Mahkamasining 2024-yil 8-iyuldagi 393-sonli qaroriga asosan moped va skuterlarni boshqarish uchun A toifadagi haydovchilik guvohnomasiga ega bo'lish talab etiladi. Joriy etilgan tartib bois ko'plab kuryerlar o'z mototransportlardan foydalana olmayapti. Bu holat esa ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamalarga sabab bo'lyapti. Davlatimiz rahbarining bevosita ko'rsatmasdan kelib chiqqan holda jamoatchilik fikri asosida mototransport egalariga bir qator yengilliklar yaratish ko'zda tutilmoqda. Bu borada Vazirlar Mahkamasining transport vositalarini boshqarishga ruxsat berish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori qabul qilindi. Ma'lumotlarga ko'ra, bugungi kunda 130 mingdan ortiq fuqaro kuryerlik xizmatida faoliyat olib bormoqda. Ularning aksariyati esa aynan moped va skuterlar orqali ishlaydi. Qarorga ko'ra 2026-yil 1-yanvardan moped va skuterlarni boshqarish uchun yangi A1 toifali haydovchilik guvohnomasi joriy etiladi. Qarorga muvofiq mazkur toifani olishlari uchun fuqarolar hech qanday avtomaktablarda o'qishlari shart emas. Bu majburiyat olib tashlandi va bevosita imtihonlarni topshirish asnosida ushbu haydovchilik guvohnomasiga ega bo'lishlari mumkin. Yana ham yengilligi A, B, C, D toifali boshqa demak toifali milliy haydovchilik guvohnomasiga ega bo'lgan fuqarolar A1 toifani olish uchun imtihon topshirishlari ham shart emas. Bevosita ular mazkur moped va skuterlarni boshqarib yurishlari mumkin bo'ldi. Yana ham yengillik tomoni shu bo'ldiki, agar boshqa toifalarni olish uchun imtihonlarda 20 ta savoldan 18 tasiga to'g'ri javob berish talab etilgan bo'lsa, A1 toifasini olish uchun 20 ta savoldan bor yo'q 16 tasiga fuqarolar to'g'ri javob bergan taqdirda imtihondan o'tgan hisoblanishi belgilandi. Vazirlar Mahkamasining qaroriga asosan 1-oktyabrdan boshlab skuter hamda mopedlardan foydalanish uchun guvohnoma joriy etildi. Qanaqa fikringiz bor? Juda to'g'ri qaror deb qabul qilaman, chunki juda ko'p mana skuterlar ko'p avariya holatlarini yuzaga keltiryapti. Agar bular o'qitilib, haqiqatan ham prava olib, nomer qilingan bo'lsa, juda yaxshi qaror deb hisoblayman to'g'risi. Chunki sal odamda mas'uliyat paydo bo'ladi. Eng asosiysi avariyani oldini olishadi deb o'ylayman. Bilmaydi yo'l qoidasini. Yosh bolalar, hali esini yig'olmagan bolalar katta ko'chada ham haydayapti. Qoidani endi bundan buyog'iga bilib, ko'ziga qarab o'qiydi. Ozgina bo'lsa ham tushuncha bo'ladi. Hushyor bo'lishadi. O'rganadi yo'l qoidasini. Juda yaxshi tatbiq qilingan. Juda to'g'ri qaror deb o'ylayman. Chunki ko'p joylarda mana skuterlar, mana boramiz skuterlar avariyalar sodir bo'lyapti. Yosh bolalar chaladi yuribdi. Ko'p ko'ryapmiz shuni avariya holatlari bo'lyapti. O'sha vizitlarga ham chiqyapmiz, ko'ryapmiz. O'shaning uchun shu qarorni qo'llab-quvvatlayman. Juda ham to'g'ri bo'ldi, sababi hech kim indamaganligi uchun xohlagan joyidan yurishlari, shu bilan birgalikda yo'llarda yurgan paytimizda ham ko'p guvoh bo'lyapmiz. Kelib chiqqan avariya holatlarini yuzaga keltirishlari, shu bilan birgalikda o'zlariga
qolaversa atrofdagilarga tan jarohati yetishi buni oqibatida bu qaror menimcha yaxshi manfaatli qaror bo'ldi. Xabaringiz bor, yaqin vaqt ichida haydovchilar tayyorlash kurslari narxi va ularda o'qish muddatlari sezilarli oshdi. Bu aholiga bir jihatdan noqulaylik keltirishi tabiiy. Qarorda bu borada ham qator yengilliklar nazarda tutilgan, ya'ni 2026-yil 1-fevraldan A va B toifalar uchun talabgorlar haydovchilarni tayyorlash bo'yicha majburiy o'quv dasturining nazariy qismini mustaqil o'zlashtirishi mumkin bo'ladi. Biroq talabgor amaliy mashg'ulotlarni haydovchilarni tayyorlash va qayta tayyorlash bo'yicha o'quv tashkilotlarida to'liq o'tashi shart. Bunda talabgor nazariy bilimlarini onlayn, offlayn kurslar orqali yoki o'z mustaqil tayyorgarligi asosida o'zlashtirishi mumkin bo'ladi. Lekin amaliy mashg'ulotlarni to'liq tamomlab, ijobiy baholangan talabgorlarga nazariy va amaliy imtihonni to'g'ridan-to'g'ri topshirish huquqi beriladi. Bunda ulardan o'quv kursini tugatganlik haqida alohida guvohnoma talab etilmaydi. Natijada bozorda bu kurslarga talablar oshib, bir haftalik, bir oylik kurslar taklifi paydo bo'ladi. Bugun ko'pchilik duch keladigan muammo haydovchilikka talabgorlar belgilangan guruhlarning to'lishini kutishi kerak. Bu vaqt yo'qotish deganidir. Endilikda bu muammoga ham barham beriladi, ya'ni A va B toifali haydovchilarni tayyorlashda guruhlarni yo'l harakati xavfsizligi xizmatida ro'yxatdan o'tish talabi bekor qilinadi. Amaldagi tartibga ko'ra o'quv markazlari guruh to'lgandan so'ng, ya'ni ro'yxatdan o'tkazilishi lozim. Endilikda talabgor o'ziga qulay vaqtda o'qish imkoniyati paydo bo'ladi. Natijada uning ortiqcha vaqti ketmaydi va o'zi istagan vaqtda o'qishni boshlaydi. Ta'kidlash kerakki, qoidalarni qat'iylashtirishdan asosiy maqsad harakat xavfsizligini ta'minlash bo'lishi kerak. Bu boradagi ahvol qanday? Ma'lumotlarga ko'ra, 2024-yilda 9364 ta yo'l transport hodisasida 1869 nafar fuqaro halok bo'lgan. 2025-yilning 9 oyida 5895 ta yo'l transport hodisasida 1303 nafar inson halok bo'ldi. Ko'rinib turibdiki, yo'l transport hodisalarida o'limlar soni oshgan. Hodisalarning aksariyatiga qo'pol yo'l harakati qoidalari sabab bo'lmoqda. Bu esa o'z-o'zidan qat'iy ta'sirchan mexanizmlarni belgilashni taqozo qiladi. Qarorga ko'ra 2026-yil 1-apreldan yo'lda o'rnatilgan avtomatlashtirilgan foto va video qayd etish tizimlari orqali qayd etilgan yo'l harakati qoidabuzarliklari uchun ham jarima ballari hisoblanadi. Jarima ballari joriy etilishi natijasida yo'l harakati qoidabuzarliklari 58% ga, haydovchilar aybi bilan sodir bo'lgan yo'l transport hodisalari esa 36% ga kamayishga erishildi. Mana shu raqamlarning o'zi ham yurtimizda jarima ballarining ijobiy natija berayotganligini ko'rsatmoqda. Qaror bilan fuqarolarimizning yo'llardagi xavfsizligini ta'minlash, o'lim holatlarini oldini olish maqsadida maxsus avtomatlashtirilgan foto va video qayd etish tizimlari orqali qayd etilgan yo'l harakati qoidabuzarliklari uchun jarima ballari hisoblanishi belgilandi. Bunda jarima ballarini avtomobil egasi va uni boshqargan shaxs ishonchnoma, sug'urta polisi, yo'l varaqasi orqali aniqlanib, jarima ballari qoidabuzarlik sodir etgan aynan avtomobildan o'sha vaqtda foydalangan haydovchiga hisoblanadi. Endi avtomashinani egasi yo'q vaqtida mashina radarga tushgan bo'lsa, kelib tushgan jarima ballari ham aynan haydovchi hisobiga yozishi mumkin bo'ladi. Ya'ni mashinani ijaraga berganlar yoki oila a'zosiga foydalanishga topshirganlar qo'rqmasa ham bo'ladi. Ularning nomiga jarima balli yozilmaydi. Xulosa qilib aytganda, qaror natijasida yetkazib berish xizmatida ishlovchilarga yengilliklar, haydovchilikka talabgorlarga esa imtihonga mustaqil tayyorlanish imkoniyati yaratiladi. Yana bir jihati bu aholining iqtisodiy faolligini oshishiga, xizmat ko'rsatish sohalarini rivojlantirish va kam ta'minlangan oilalar uchun daromad manbalarini saqlab qolishga imkon beradi.